Assalomu alaykum. Men Abrorjonova Muslima Apko akademiyasida trener bo'lib ishlayman. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz 20-10 asosiy ishlab chiqarish shoti. Korxona ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullansa, ushbu ishlab chiqarish jarayonidagi barcha xarajatlarni 20-10 shotida yig'ib borish kerak bo'ladi. Xo'p, bugun siz bilan 20-10 shoti haqida gaplashamiz. 20-10 shoti demak, ishlab chiqarish jarayonidagi xarajatlarni yig'adi va ishlab chiqarishga sarflangan xarajatlar natijasida tayyor mahsulotni, ya'ni ishlab chiqarilgan mahsulotning tannarxini yig'ib beradigan va chiqarib beradigan shot hisoblanadi. Keling siz bilan kalkulyatsiya va spesifikatsiya haqida gaplashamiz. Kalkulyatsiya bu ishlab chiqarishga ketgan barcha xarajatlarni jami, ya'ni bitta mahsulotga ketgan barcha xarajatlarning tannarxi hisoblanadi. Xo'p, bundan tashqari bizda spesifikatsiya ham mavjud. Spesifikatsiya bu bir dona mahsulotga ketgan xomashyoning miqdori hisoblanadi. Endi keling siz bilan ishlab chiqarish jarayonini ko'rib chiqamiz va provodkalar shaklida ishlab chiqarish jarayonini yurg'izib ko'ramiz. Xo'p, ishlab chiqarishda bizda sarflanadigan xarajatlar mavjud. Bundan eng birinchisi bu xomashyo. Ya'ni korxona ishlab chiqarish bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, albatta xomashyoni sotib olishi va xomashyoga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Xomashyo xodim, ya'ni ishlab chiqarish jarayonida korxonaga xodim kerak bo'ladi va xodimga sarflangan oylik ham ishlab chiqarish xarajati sifatida aks ettiriladi. Joy, o'z aslida joy bizda eng kerakli omillardan biri hisoblanadi. Ya'ni korxona ishlab chiqarish bilan shug'ullanganda yoki o'z binosiga ega bo'lish kerak yoki ijaraga joy, ya'ni binoni ijaraga olishi lozim bo'ladi va ijaraga sarflangan pul, agar korxona o'zini binosida ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, binoning amortizatsiyasi, ya'ni eskirishi ham ishlab chiqarilayotgan mahsulotning tannarxiga qo'shiladi. Xo'p, xomashyo, xodim, joy, kommunal to'lovlar va boshqa asosiy vositalarni eskirishi bizada ishlab chiqarilayotgan mahsulotning tannarxini tashkil qiladi. Xo'p, ishlab chiqarishga sarflangan barcha xarajatlar 20-10 shotida yig'iladi. Keling endi provodkalar misolida ko'rib chiqamiz. Korxona ishlab chiqarishda foydalanish uchun xomashyo sotib oldi. 10-10 60-10 3 million. Ya'ni 3 million so'mlik xomashyo sotib olindi va ushbu 3 millionlik xomashyoning bir qismi, aytaylik 2 millionlik qismi, 2 million so'mlik qismi ishlab chiqarishga berildi. Ya'ni 10-10 shoti kreditlanadi, xomashyo chiqib ketdi va 20-10 ga ishlab chiqarishga sarflandi. Xo'p, bundan tashqari ishlab chiqarish jarayonida boshqa xarajatlar ham 20-10 shotida yig'iladi dedik. Endi buni ko'rib chiqamiz. Misol uchun bizda xodim ish haqqi ham 20-10 shotiga qo'shiladi. Misol uchun xodimga 4 million oylik belgilangan va ushbu xodim ishlab chiqarish xodimi bo'lganligi sababli bu xarajat 20-10 shotiga qo'shiladi va xodim oylik maoshi bo'yicha korxonaning qarzi 67-10 shotida aks ettiriladi. Xodimga oylik hisoblandi va bu ishlab chiqarish xodimi sifatida 20-10 shotiga bordi. Endi oylik hisoblangandan so'ng har doim bizda oylik bo'yicha paydo bo'ladigan soliqlar va yig'imlar mavjud. Bulardan ijtimoiy soliq, oylikning 12% miqdorida korxona to'lash kerak bo'lgan ijtimoiy soliq ham 20-10 shotiga qo'shiladi. Negaki korxona ijtimoiy soliq to'layotganligi sababli ijtimoiy soliqqa sarflangan xarajat korxonaning xarajati sifatida ishlab chiqarish xarajatiga qo'shiladi. Negaki xodimimiz ishlab chiqarish xodimi bo'lganligi sababli 20-10 va ijtimoiy soliq bo'yicha qarzimiz 65-10 shotida aks ettiriladi. 4 million so'm oylik belgilangan bo'lsa, bundan 12% 480 ming so'mni tashkil qiladi. Xodimning oylikdan ushlab qolinadigan daromad solig'i hamda INPS, ya'ni majburiy yig'iladigan pensiyani ham aks ettirishimiz kerak bo'ladi. 67-10 xodimning oyligidan daromad solig'i ushlab qolindi. Bu ham 12%, 480 ming so'mni tashkil qiladi.
64-65-30 bizda NPS, ya'ni pensiyani tashkil qiladi. Bu oylikning 0,1%. Xo'p, oylik hisoblandi xodimga. Endi bizda aytaylik, joy, ijaraga olingan joy mavjud. Misol uchun, korxonamiz ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi binosini ijaraga olgan. Bu ham 20-10 shotida xarajat sifatida yig'iladi va kreditda 69.10. Operativ ijara bo'yicha majburiyat aks etadi. 12 million so'm. Xo'p, endi davomida nimani ko'rishimiz mumkin? Agar korxona uskunasi mavjud bo'lsa va uskunadan foydalanayotgan bo'lsa, uskunalarning eskirishi ham 20-10 shotiga qo'shiladi. Misol uchun, bizda uskunaning eskirishi 0,230 mavjud va bu 20-10 shotiga qo'shildi. Taxminan 500 ming so'm. Ya'ni hozirda eskirishga 500 ming so'm ajratdik. Xo'p, demak, bizda asosiy ishlab chiqarishga barcha xarajatlar bordi. 20-10 shotida ishlab chiqarilayotgan mahsulotning barcha xarajatlari yig'ildi. Qachonki ushbu mahsulot tayyor holga kelganda 20-10 shoti kreditlanadi va 28-10 shotiga tayyor mahsulot omboriga topshiriladi. Ko'rib turganingizdek, 20-10 shoti kreditlandi va 28-10 shotiga tayyor mahsulot omboriga topshirildi va ishlab chiqarishga 18.980 ming so'm sarflandi va bizda tayyor mahsulot omborida 18.980 minglik tayyor mahsulot omboriga topshirildi va ushbu summa tayyor mahsulotning tannarxi hisoblanadi. Aytaylik, bizda 18.980 ming so'm evaziga 1000 dona tayyor mahsulot tayyor holatga keldi. Demak, bir dona tayyor mahsulotning narxini ushbu summadan kelib chiqqan holda topish mumkin bo'ladi.